Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Xudo xolasa mana Andijonning darvozasiga lak sepilyapti. Xudo xolasa 2 kilo gruntovka, 6 kilo kraska, 6 kilo atrofida lak sepilyapti. Xudo xolasa mana shu darvozalarga topmasdan 5 yil arenda berilyapti. Sababi gruntovka, kraska, lak, atido sepilyapti. Mana ishimiz sifatli ideal holatda. Xudo xolasa Andijonlik aka darvozamiz xudo xolasa tayyor. Lak sepish jarayoni mana. O'ta ideal holatda chiqdi aka. Ko'ngillagandan ham zo'r chiqdi. Eng qizig'i mana buni ko'tarib bo'lmaydi aka buni. Hali borganda bir o'g'irligiga ishlatilgan materiallarga baho berib qo'yish sababi mana chuchumasdan aytishim. Men sizga aytganimdan ham plyusovoy darajadagi material ishlatganman. O'shani hisobiga og'ir. Hali borganda ko'rasiz. Agar darvoza zo'r chiqqan bo'lsa, bitta cho'tkilab intervyu qilib berasiz aka. Endi bu darvozalarimiz hozir mana bu darvozamiz yangi hayotli aka. Tonli 2-1li stenkadagi profil, 2-1li stenkadagi lis ishlagan shunga xudo xolasa. Darvozdan chiqmayapti deb kichik o'nli telefon qildingiz, mana xudo xolasa boshladik aka. Sifatli chiroyli holatda qilib inshaalloh qilyapmiz. Tonni 2-1 lis, 2-1 profil, daftarga kili yozganman uni. Xudo xolasa sifatli holatda chiqyapti. Mana buchalar ham force bo'lgan. Etido bu force'ga ham suvarka qilib qo'yilgan. Kantashka apparatda mana aka. Kantashkada qilaman degandim, sizga kantashkada bo'lyapti. Inshaalloh kuzatib tursangiz, ishingiz sifatli chiroyli qilib yetkazamiz aka. Abdulhay darvozalar xizmatini sifat yaxshi darvoza tayyorlab, temizlarini jo'natib qo'yishga sog' bo'linglar, tavsiya qilaman.